Jamzura nechta moling bor? Ha, bir 4-5 ta mol bor. O'tgan yilgi Buni boqarsan bizovlar. bola. O'tgan yilgi? O'tgan yilgi bizovlar 2 yosh. Bunisi 2 yosh, bu 1 yosh. Zoti nima buni? Zoti gibrid, shvit bilan ana chatishmasi bu. Nima, sementalliki. Bu Golishten fris. Buzoqchalik payt oldingmi yo o'zing sigirlar sigirlang bo'ldilar? Sigirlar bo'ladi. Oo. Ha, yaxshi. Arada sigiring bor ekan? Ha, yo'da sigirlar. Boshqa emasmidi, qora emasmidi? Yo'q. Sigirlar bu yoqda, Bo'ladi. Tovuq. Bular zotli tovuq. Adliyevskiy Serbiyskiy degan zot. U qanday bo'ladi u? Bu tuxum yo'nalishdagi zot. Sher tuxum. 1 yilda 300 ta, 320 ta tuxum beradi har biri. Bir oy dam oladi. Qolgan paytda. Yemishi ham yaxshigina bo'lsa kerak. Ha, shu o'zimizni obishli yemlardan yeydi. Faqat buni xo'razini bitta qilib qo'yibsan-da. Ha, bu yoqda qolgan joylari bor. Qochib tepa chiqib qolgan xo'razni. Mana bu broiler bu yerda ko'rkada big 708 dan. Mana uni? Ha, shu. Qishgacha olib 20 kilo bo'lib chiqadi, har qo'yamiz. Ikkita o'shaga shunga berib qo'ysangiz. Bir oymi ekolda? Mayli, ko'padi. Buzovlar, tanalar, sigirlar. Fermer qilyapsan-ku o'zi. Ha, sheriga buni. Fermer. Sheriga. O'zi bitta bundan, biroq jegari ular. Oqlandi bunda. Ha, barakasini bersin. Sirfan paketdan teling.